Demak, bugun qaysi mavzu ekan? Funksiya mavzusi. Ana endi qaranglar-da. Sizlar misollar ishlayotganda aniqlanish sohasini topishda ayniqsa funksiya nima o'zidir? Funksiyani aniqlanish sohasini topish degan savollarga javob beriladi-da, to'g'rimi? Aniqlanish sohasini nima qildik? Topdik. Ana endi qaranglar, keyin shuni o'zining ma'nosini ko'ramiz. Funksiya o'zi nima? Funksiya qaranglar. Tak. Yana boshlaymiz. Real hayotda misol uchun man qidirib topmoqchisizlar. Sizlarga man kerakman. Tushunarli bo'ldi? Man topishingiz kerak. Ana endi mani topish uchun u kimdan nima qilasizlar? So'raysizlar. U so'ragan odamlar sizlarga nima beradi? O'sha ma'lumot. Misol uchun yo'l ko'rsatib yuboradi, to'g'rimi? Yo'l ko'rsatishga nima deyiladi? Mana o'sha yo'nalish funksiya hisoblanadi. Tushunarli bo'ldi? Funksiya nima ekan? Yo'nalish. Ya'ni ma'lum bir noma'lum shaxsni boshqa bir noma'lum shaxs orqali qidirib topishga nima qilish deyiladi? Yo'nalish misol uchun yoki funksiya desak ham bo'ladi. Shaxsga nisbatan ishlatsak ham bo'ladi. Men sizlarga oldin ham aytganman. Funksiya yoki matematika odamzod hayoti bilan bir xil. Unga qanday ko'z bilan qarasang, u ham senga xuddi shunaqa ko'z bilan nima qiladi? Qarang, mehr bersang, mehr beradi. Muslimoga o'xshab qiyshayib qarasang, u двойной qiyshab qaraydi sizlar. Garantiya javob beraman-da. Aniq. Shuning uchun aytaman, qiyshaymasdan qaranglar matematikaga. Tak, ana endi qaranglar. Shuni matematikaga o'zi o'zgartiramiz. Bitta noma'lum harfni boshqa bir noma'lum harf orqali ifodalashga nima deyilar ekan? Funksiya deyiladi. Yozamiz. Tez yozamiz faqat. Bo'yinglar. Unaqa ma'lumotlarni so'z bilan yoziladigan narsalarni doskaga yozib o'tirmay. Bir noma'lum harfni boshqa bir noma'lum harf orqali ifodalashga funksiya deyiladi. Yozdingizmi asal? Ha? Musliman, muxlisha. Yozdilaringizmi? Paryobcha, yozdingizmi? Yaxshi. Shodiya aka, yozdingizmi? Lafrus. Assalomu alaykum, jannatim insonim, yozdingizmi? Sevimli shogirdim, yozdingizmi? Qalay, yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Uydagilar tinchmi? Charchab qolmadingizmi? Yaxshi, yozdingizmi? Bo'ldi. Yozildimi? Ha, yaxshi. Sizlar yozmasliklaringizni bilaman. Sizlar shart emas, lekin siz yozasiz. Ana endi qaranglar. Keyingisi. Bo'ldi. Ana endi shuni ifodasini ko'rishimiz kerak, обязательно. Ko'z bilan ko'rish kerak. Ta'rifini og'izda eshitgan boshqa, ko'z bilan ko'rgan boshqa. Demak, qaranglar. Misol uchun mana bu oddiygina bitta 2x qo'shilgan 4y teng 16 bo'lsin. Yo'q, shuni mana shuni y qilay. Mana bu ikkita noma'lum qatnashgan tenglamamidi? To'g'rimi? Kelinglar, men mana shu yerdan y ni topishim kerak bo'lsin. Y noma'lum shaxs. Y ni topishim uchun mana bu 2x bu degan bitta tomonda faqat nima qolish kerak? Y qolish kerak. 2x bu yoqqa o'tkazsam 16 minus 2x. Qaranglar, bitta noma'lum harfni topyapman, undaga boshqa bir noma'lum harf nima qatnashyaptimi? Mana bu narsaga nima deyilar ekan? Funksiya deyiladi. Tushunarli bo'ldi? Funksiya y harf bilan belgilanadi. Xohlasa f harfi bilan, j harfi bilan, keyin f harflari bilan nima qilinadi? Belgilanadi. Har xil harflar bilan belgilash mumkin. Xohlasam a deyman, b, c, d, e, sh, ch, n ham deyveraman. Farqi yo'q. Uni qanday belgilash odam o'ziga bog'liq. Lekin matematika misollarida ko'proq y, f, j, f harflar bilan nima qilinadi? Belgilanadi.
Lekin mana bu yerda aynan y f deb o'qilmaydi. Mana bu y deb o'qilishi mumkin mana. Efat deyiladi. Jiyat. Feedni feed deb o'qiydi. Tushunarlimi? Fiat x deydi ko'proq o'qilishida xuddi shunaqa o'qiydilar. Bu nima ekan? Eshitgan paytda nima ekan bu? Nima deyapti? Jiyat, fiat, efat. To'g'rimi? Hayron qolish yo'q. Tushunarli bo'ldi? Hamma tushundimi? Funksiya nimaligini tushundingizmi? Demak, ana endi qaranglar. Yo'nalishi bitta tasavvur qiladigan bo'lsak, yo'nalishi. Ya'ni ko'rinishi qanaqa bo'lishi mumkin? Mana. Sizlar meni qidirib o'zimiz to'g'ri bordi. Aslzoda ko'rdida aytdi. Короче, mana bu yo'lga chiqasiz. Yo'l bo'ylab to'g'ri ketasiz, keyin o'ng qo'la. Kalsodan to'g'ri o'tib ketaverasiz. To'g'ri ketaverasiz. Ko'kko'lga chiqar, ko'kko'llikda yana o'ng qo'lami? Deb misol uchun yo'nalish beradi, to'g'rimi? O'sha yo'nalishni tasavvur qiladigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi? Iz hosil bo'ladimi? Ya'ni qandaydir chiziq. Tushunarli bo'ldi? Mana shu funksiyaning nimasi hisoblanadi? Ko'rinishi hisoblanadi. Tushunarli bo'ldi? Ko'rinishi nimalardan iborat ekan? Qandaydir chiziqlardan. O'sha chiziqlarni ham nima qilamiz sizlar bilan o'rganamiz. Demak, avvalambor funksiyani o'zi nimaligi tushunarli bo'ldimi? Ana endi qaranglar. Misol uchun oddiygina bitta funksiya yozay. Y barobar 6x kvadrat minus 4x plus 3 taqsim 2x minus 8 deydi. Y noma'lumni x noma'lum orqali nima qilyapmiz? Topyapmiz. Bunga nima deyiladi ekan? Funksiya deyiladi. Ana endi qaranglar-da, mana shu yerda. Menga y topishim uchun nimani kerak menga? X kerakmi? To'g'rimi? Yo'q. Y topishim kerak, sonini. Aynan son ko'rinishini topishim kerak. Lekin menga nima kerak bo'ladi uchun? X kerak bo'ladimi? Ana endi qaranglar. Demak, y x bo'lmasa top bo'ladimi? X nimaligi aytilmagan bo'lsa top bo'ladimi? Yo'q. Demak, qaranglar-da, y x ga nima qilgan bo'ladi? Bog'langan deylar. Shu uchun y x ga bog'liq. Ya'ni bu nima degan? Misol uchun, Temur tur. O'tir. Meni yonimga kel. Eshik oldiga bor. Bo'ldi. O'sha yerda tur. Ana endi qaranglar. Tak. Buni hozir xohish o'zim qo'lda bo'ldimi? Yoki men gapimga qarab harakat qildimmi? Men buyruq berdimgina bajardi. Bo'lmasa yo'q. To'g'rimi? Demak, u bog'langan, to'g'rimi? Kimga bog'langan? Ha. Men o'zim xohlagan gapimni aytaman bunga. Men erkin odammanmi? Uchi. Erkinmi? Tushunarli? Nima emas? Erkin emas. Va bizlar gapimiz o'zgaradimi? Misol uchun, uni harakat o'zgaryaptimi? Bu yoqqa kel, ichkariga kel, mana bu yoqqa kel. Harakat o'zgardimi? O'zgar. Ma'lum bitta joyda turib bilarmikan? Yo'q. Xohlagan joyimga qo'yish mumkin. Bor, Muxlisa opsang yoniga. Muxlisa dedim men. Qaysi bir Muxlisa? Bilmaysanmi? Yaxshilab tanish ol. O'sha qiyshiq muslima va uni opchasi Muxlisa. Tushunarli bo'ldi? Mana. Demak, bor desam boryaptimi? Uni erki o'zim qo'lda emas. Lekin mana erkinchi. Mana xohlasam marjaran yoniga kelish xohladim. O'taman mana. Parangiz bilan charos oldiga keldim. Mana o'tib kelib mana shu yerga kelish xohladim. Xohlagan ishim qilyapmanmi? To'g'rimi? Assalomu alaykum deyish xohladim. Mana, aytdimmi? Xohlagan gapimni nima qila olaman men? Ayta olaman. Sizlarchi? Ustoz, umuman odam emassiz degan gap aytish xohlayapsizlar, aytib bilasizlar. Yo'q. Demak, sizlar nima emaslar? Erkin emaslar. Demak, hozir qarang, bir temir o'tiring, rahmat. Y x ga bog'liq. X xohlagan sonni olishi mumkin-da. Lekin y o'zi xohlagan sonni olib biladimi? Yo'q. Qachonki x buyruq bersa, y nima qiladi? Oladi. Shu uchun ham x erkli bo'ladi. Erkli o'zgaruvchi. Y-chi? Bu ham o'zgaradi qiymat. Misol uchun x o'rniga 1 qo'ysam boshqa son chiqadi, x o'rniga 2 ni qo'ysam boshqa son chiqadi. To'g'rimi? Demak, bu ham o'zgaruvchi hisoblanadi, faqat nima? Erksiz o'zgaruvchi. Va mana y x ga nima ekan? Bog'liq. Faqat x ga bog'liq. Chunki bu yerda kim ma'lumot beryapti? X ma'lumot beryapti, to'g'rimi?
Ya'ni aslzoda yo'nalish berdi-ku, to'g'rimi? Aslzodan yo'nalish bo'yicha ma'ni topib olish uchun uni yo'nalishi to'g'ri bo'lishi kerakmi? To'g'ri yoki noto'g'riligi faqat kimga bog'liq? Aslzodaning aytgan gapiga bog'liq. Tushunarli bo'ldi? Demak, shu yerda mana shu gapning matematik ko'rinishi y qaus ichida x degan. Tushunarli bo'ldi? Manda y funksiya bor va u nimaga bog'liq? X ga bog'liq. Ammo mana bu yerda-chi, mana bu yer fx qo'ydim men. F funksiya bor, nimaga bog'liq? J a deyman. J funksiya bor, u nimaga bog'liq? Fiat nimaga bog'liq ekan? Nimaga bog'liq? Y funksiya m ga bog'liq degan. Tushunarli bo'ldi? Hamma tushundimi? Ana endi qaranglar. Bu degani hozir mana y ga m dedim-ku, agar mana bu joyga m ni qo'ysam, u faqat m ga bog'liq bo'lib qoladi. Tushunarli bo'ldi? Mana bu yerdagi x lar ahamiyat bo'ladimi? Yo'q. Tushunarli bo'ldi? Ya'ni x o'sha joydagi shunchaki guvoh. U hech qanaqa ma'lumot nima qilmaydi? Bermaydi. Ya'ni mana bunaqa ko'rinish qaranglar. Mana shu yerdan yozaman. Y i deyman. 4x kvadrat minus 3a plus 2b taqsim 6x minus 7c plus 4i ning kvadrati. Mana qaranglar. Y funksiyasi faqat nimaga bog'liq? I ga bog'liqmi? Faqat I ga bog'liq. Mana bu joyda x, a, b, c lar nimani beradi? Oddiygina sonni beradi. Bo'lishi mumkin ular nima? Son vazifasini bajaradi. Tushunarli? Boshqasiga nima qilmaydi? Ahamiyatga ega emas. Ya'ni mana bu y topmoqchiman, uni topishga faqat kim yo'nalish bera oladi? I. Boshqalar gap ahamiyatga egami? Yo'q. Tushunarli bo'ldi? Xohlagancha harf kelishi mumkin, lekin qaus ichida qo'ygan narsasi faqat o'shanga bog'liqman degan nima qiladi? Anglatadi. Tushunarli bo'ldi gapim? Hamma tushundimi? Ana endi funksiya ham mavjud bo'lishi mumkin. Ya'ni yo'nalish qachondir mavjud bo'ladi yoki mavjud bo'lmaydi. Qanday mavjud bo'lmasligi mumkin degan savolga javob beramiz ana endi. Mani yana topmoqchisizlar, to'g'rimi? Funksiya bitta yo'nalish edi. Men o'z qayerlikman? Buxorolik, to'g'rimi? Buxorodan qidirib topsangiz bo'ladi. Navoiy shaharda qarindoshlarim bor. Samarqandda qarindoshim bor, Toshkentda bor. Toshkent shahar, Angrenda bor. 5 ta deylik. Mani qidirib kelyapsizlar, muxlislar oldlaringizga bordi. Muxlis aytdi, Ibrat ustoz Rossiyada dedi. Ishonasizlarmi? Shu ma'lumot to'g'rimi? Uni bergan yo'nalishi mavjudmi, mavjud emasmi? Ha? Mavjud emas. Men Rossiyada bo'lishi mumkin emas-ku. To'g'rimi? Mana kechagina men ko'rlaringiz, bugun men kelmadim, men topmoqchisizlar. Ibrat ustoz Rossiyada dedi. Ishonasizlarmi shu gapga? Kechki soat 2 da menga misol tushuntirdi-ku. Telefonda gaplashdim. Qanday qilib O'zbekistonda men Rossiyada ishlamasa kerak? Mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Ma'no ham yo'q bu gapda. Tushundingizmi? Ya'ni nima bo'ladi? Bu ma'lumot, bu yo'nalish mavjud emas, demak, funksiya mavjud bo'lmasligi mumkin ekanmi? Ana endi qaranglar. Tak, men bugun darsga kelmadim. Shuna boryapsiz, so'rayapsiz. Asal aytyapti. Asaldan so'radilar. Ibrat ustoz kecha oxirgi marta gaplashib qolganimizda Buxoroga ketyapman degandi. Menimcha Buxoroda bo'lsa kerak desa, haqiqatda yaqinmi yoki yaqin emasmi? To'g'ri, ketgan bo'lishi mumkin, to'g'ri. Lekin sizlar meni Buxoroga qidirib borgansiz, Buxoroda yo'q edi. Lekin O'zbekiston territoriyasidaman. Men uyimdagilardan so'raysiz. Yo'lda akasiniki Navoiyga kirgandir balki. To'g'rimi? To'g'ri mumkinmi? Yoki Samarqandga kirgandir? Yoki Buxoroga ketyapman deb boshqa bir akasiniki dam olishga tog'ga chiqib ketgandir. Lekin zato babu O'zbekistonda uni asal aytgan gapim to'g'ri bo'lishi ehtimollik bormi zato? Demak, funksiya mavjud degan. Tushunarli bo'ldi? Demak, ana endi. Ya'ni ana shuni mavjud yoki mavjud emasligi fan tilida nima deyiladi? Aniqlanish as. Uning nimasi? Aniqlanish sohasi. Har doimgidek aniqlanish sohani o'zimiz bilgandek olib beramiz. Mahraj nima emas? Teng emas 0 ga. Ikkinchisi juft
darajali ildiz ichidagi A, ya'ni A katta yoki teng nimadan? 0 dan. Tushunarli? Tengsizlik ishlashi ham, tenglama ishlashi ham nima qilamiz? Bilamiz. Va ana endi qarang, mana bu aniqlanish soha nimaga tayanadi? Ya'ni berilgan fikrning to'g'ri yoki noto'g'riligi. Qayerdan bilamiz? Savol. Yo'q, mana. Reallik bilan o'ylaylik. Asad, matematika tilida gapirish yoki boshqa qo'yib qo'yinglar, umuman kerak emas hozir. O'zimiz tushunadigan real hayotda gaplashamiz. Men aytdim, yo'nalish to'g'ri yoki to'g'ri emasligini yoki o'sha yo'nalishni kimdan olamiz? Kim beradi? Y beradimi yo'nalishni, X beradimi? Yo'nalishni kim beradi? X beradi. Demak, yo'nalishning to'g'ri yoki noto'g'riligi nimaga bog'liq? X ga. Yo'nalishi to'g'ri yoki noto'g'riligi uning nimasi deyiladi? Aniqlanish. Demak, aniqlanish soha nimaga bog'liq ekan? X ga. Tushunarli bo'ldi? Mana shu, ya'ni to'liq mana shu narsa faqat X haqida. Tushunarli bo'ldi? X haqida. Yetarli bo'ldi gapim. Hamma tushundimi? Aniqlanish sohaning nimaligini ham tushunlaringiz-a? Qiyin bo'lmadimi? Buni tushunish yaxshi. Demak, aniqlanish sohaga doir misollar ham nima qilamiz? Ko'rib ketamiz. Keyingisi. Mana shu joyda hozir sizlar buni как положено обязательно yozib olasizlar. Har bittasini. Undan keyin men sizlarga mana bu y x ga bog'liq degan narsaga doir bir ikkita tushunchalar berib o'tib ketaman. Xo'pmi? Tushunarli bo'ldi? Tak. Aniqlanish soha hozir faqat nimaga bog'liq ekan? X ga bog'liq. Va funksiya nima ekan? Bir noma'lum harfni boshqa bir noma'lum harf orqali nima qilish? Ifodalash. Va u nimani anglatadi? Yo'nalishni. Yo'nalish nimalardan iborat bo'lishi mumkin? Chiziqdan. Tushunarli bo'ldi? Demak, misol uchun bitta berilgan yo'nalish yoki men izimdan orqamdan bitta ip bog'lab qo'ysak-da, ip tarang tortilib ketib, o'shani tepa bilan ko'rsak, ip ko'rinishi, ya'ni nimani beradi? Chizig'i beradi. Qandaydir chiziq g'alati shaklda, to'g'rimi? Bu chiziq esa funksiyani anglatadi. Tushunarli bo'ldimi? Har xil chiziqlar bo'lishi mumkin. To'g'ri chiziq bo'lishi mumkin, egri chiziq bo'lishi mumkin. Vintsimon chiziq bo'lishi mumkin. Vintsimon degan prujinasimon. Tushunarli bo'ldi? Ya'ni mana bunaqa ham aylanib, ham to'g'riga yurib ketadigan yo'nalish. Yoki shar shaklida, yoki sizlar biladigan kamonchasi bilan ham yozsa. Любой funksiyani nima qilsa bo'ladi? Yozsa. Xohlasak to'lqin bo'lishi mumkin. Sohiba lekin ana yoqdi ishqi o'sha. Tushunarli bo'ldi? Hamma tushundimi? Demak, buni hozir yozib olinglar.